Bu momiqqina bulochkalarni uyingizdagilar qayta pishirib berishingizni so'rashligi aniq. Mazali nachinkali, chiroyli gul ko'rinishdagi bulochkalar. Demak, xamir uchun idishga 250 ml sut, 70-80 gram erigan sariyog', 120 gram shakar, 1 dona tuxum, 7-8 gram quruq droji, yarim choy qoshiq tuz va 1 choy qoshiq vanilin shakarini solib, hammasini aralashtiramiz. Xamirni zo'r oshirib berishda menga sifatli Baker Dream drojasi yordam beradi. Ushbu massaga umumiy hisobda 520 gram oliy navli unni oz-ozdan qo'shib, yumshoqini xamir qoramiz. Barcha unli pishiriqlarim uchun men doimgidek Turon unidan ishlataman. Boshida xamir qo'lga yopishadigan bo'ladi. Un ko'p qo'shilmaslik uchun unga yaxshilab ishlov berish kerak. Xamir ichida sariyog' borligini hisobiga yaxshilab qorganimizda qo'lga yopishmaydigan silliq holatga keladi. Qor bo'lingan xamirni ustini yopib 1-1,5 soatga issiq joyda oshmaguncha qoldiramiz. Osh bo'lingan xamir 12 dona bir xil zuvalaga bo'lib, yana 15 daqiqa tindirishimiz kerak. Endi bulochkalarni tugishga kirishsak bo'ladi. Unlangan stolda xamirni yupqa qilib yormasdan to'g'ri burchak ko'rinishda ochamiz. So'ng xamirga xuddi videoda ko'rsatilgandek 5 dona kesmachalar tushirib chiqishimiz kerak. Nachinka sifatida men varyonniy sgushonka ishlatdim. Sizlar xohlasanglar jam yoki shokoladniy pasta ishlatishingiz mumkin. Nachinkani ustiga xamirni yaxshilab yopishtirib, u yog'ini xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Mana shunaqa chiroyli gul ko'rinishdagi bulochkalar hosil bo'ladi. Bulochkalarni pishiriq qog'oz solingan listga taxlab, usti yopilgan holatda 15-20 daqiqa tindiramiz. So'ng ustiga tuxum surib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli qizargunicha taxminan 25, uzog'i 30 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Tugilishi chiroyli, momiqqina, juda mazali bulochkalarimiz tayyor. Bu bulochkalar ertasi kuni ham qotib qolmasdan mazaliligicha turaveradi. Shuning uchun albatta ushbu chiroylikkina bulochkalarni sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Videoga like va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha xayr.